Hop, biz kecha challenge qo'ygandik. Bizni sohamizni imo-ishora bilan gapirmasdan ko'rsatib berish haqida. Buni sharti kommentariyada kimni, qaysi bir xodimni ismi yoziladigan bo'lsa, o'sha xodim g'olib deb topiladi. G'olibni sizlar aniqladinglar. Nima o'ylaysizlar? Ha? Nima osonlikcha aniqlash Abdulazizxon? Eng oson shashini ekanman, o'ylab qarang. Hop, challenge g'olibi Akbar Ali. Tabriklar bani. Abdulazizxon chin dildan deysiz, unda tabriklar. Ha. Tabriklaymiz. Sizga qo'llab-quvvatlaganligi nima deysiz? Like bosib, podpiska qilib qo'ying. Bunaqa challengelar xudo xolisi juda ko'p bo'ladi. Sababi bolalarning kayfiyati yaxshi bo'lsa, ish unumdorligi ham yaxshi bo'ladi. Reklamani chinakam boshqachalarni tayyorlab, sizlarga xizmat qilishdan charchamaymiz. Hop, biz kecha challenge qo'ygandik. Bizni sohamizni imo-ishora bilan gapirmasdan ko'rsatib berish haqida. Buni sharti kommentariyada kimni, qaysi bir xodimni ismi yoziladigan bo'lsa, o'sha xodim g'olib deb topiladi. G'olibni sizlar aniqladinglar. Nima o'ylaysizlar? Ha? Nima osonlikcha aniqlash Abdulazizxon? Eng oson shashini ekanman, o'ylab qarang. Hop, challenge g'olibi Akbar Ali. Tabriklar bani. Abdulazizxon chin dildan deysiz, unda tabriklar. Ha. Tabriklaymiz. Sizga qo'llab-quvvatlaganligi nima deysiz? Like bosib, podpiska qilib qo'ying. Bunaqa challengelar xudo xolisi juda ko'p bo'ladi. Sababi bolalarning kayfiyati yaxshi bo'lsa, ish unumdorligi ham yaxshi bo'ladi. Reklamani chinakam boshqachalarni tayyorlab, sizlarga xizmat qilishdan charchamaymiz.